jinsiy a'zoyingiz ham unaqa razmeri standart darajada emas. И siz menimcha kapakam urib yursangiz kerak. Вы, наверное, дрочить qilsangiz. O'zi oxirgi paytlari psixologlar ham, urolog, androlog, sekspatolog bo'lib ketdi. Kosmetologlar ham urolog, androlog, sekspatolog bo'lib ketdi. O'zi hayron qolasan. Biza bitta mutaxassislik olish uchun 10-12 yil o'qigandik. Bular universallik, hamma sohadan bor. Droshit qilish keladigan bo'lsa, birinchidan o'sha masturbatsiya qilish o'zi asli fiziologik holat. Bir haftada 2-3 marta masturbatsiya qilgan erkakda kerak bo'lsa, prostatit bo'lmaydi. Kerak bo'lsa, o'sha zastoylarni chiqarib yuborish uchun xizmat qiladi. Uyqusi, asab tizimi normada bo'ladi. Aslida bu kerakli narsa. Men sizga aytsam, tuxumini operatsioniga olib tushib, gipoplaziya kichkina emas, kichkina bo'lgan bilan balki uncha-muncha tuxumdan yaxshi ishlayotgandir. Uni bolalarni qo'rqitishmi, kasal ko'paytirishmi, bularning maqsadini men bilmadim. Shunaqa soxta, o'zidan androlog yasab olgan, seksopatolog yasab olgan mutaxassislardan ehtiyot bo'lish kerak. Tak что o'zidan xofsirab yuradigan, bunaqa videolarni ko'rib kechasi uxlolmayotgan, meniki kichkina ekan, tuxumim kichrayib qopti yoki bo'lmasam o'sha men droshit qilaman, endi bu yog'i menda bola bo'lmas ekan, asbobim turmay qolar ekan deb qo'rqib yurgan o'rta